Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun sizlarga Hujjatul Islom deb nom olgan Abu Hamid al-G'azalining olimlarning alohida diqqatini tortgan aqida, fiqh, axloq, vaz-nasihat va sulukni o'z ichiga olgan mashhur yirik asari Ihyo Ulumuddin, ya'ni din ilmdan yashartish nomli mashhur asarini turishtirmoqchimiz. Abu Hamid al-G'azali Hijriyat 450-yildan 505-yilgacha, milodiya 1058-yildan 1111-yilgacha yashagan. Avtor bu kitobini Hijriyat 488-yildan 499-yilgacha, milodiya 1096-yildan 1106-yilgacha bo'lgan aralıqda yozib tamamlagan. Bu asar 4 bo'lakka, har bir bo'ligi 10 babga bo'lingan bo'lib, birinchi bölgede ibadetler, ikinci bölgede adetler, üçüncü ve dördüncü bölgede yani kitapның ahırki yarımında sülük ve ahlaktaki insanı halaketke taşlaydigan kılmışlar ve halaketten qutquzadigan ameller hakkında sözlengen. İbadetlerinin sırları, onundaki ruhiyet, din ko'rsatmalarini hayatga tatbiqlash ve nefsini paklash qatorliqlarini o'z ishiga olganligi jihatdan islomni har tarafdan tunish uchun bu kitap muhim bo'lganidek, İslam ilimlerini yaşartış ve ilimnin şanını kötürüş için bebaha eserdir. İmam Gazali şeytanın kişilerini tizgillep, azdırıp ketutganligini, dinning ulamalar nazarida hukumatning fatvosiga, to'g'ri talishish va uzang so'qishtirishga aylanib qolayotganligini ko'rgandan keyin qalblarda ixlosni o'rnatish uchun har ishda ixlosni asos va shuar qilishdan iborat salaf solihlarning ideyasini asliga keltirish maqsadida bu kitobni yozib chiqqan. Jamiyatni to'g'ri islom aqidasiga qaytarish orqali isloh qilish uchun bir ideologiya chemberi yasashga tirishgan. Din va aqida masalalari bilan birga psixika, jamiyat, axloq, siyosat va tarbiya temalarida to'xtalgan va yana ayollar haqida to'xtalib, ayollarning haq-huquqlarini bayon qilgan. Kitobning qurbatimizdan yetishicha qisqa ham ixcham tunishtirib tirishdik. Qolgan tafsiliy mazmunidan xabardor bo'lishni xohlasangiz, qurib yetgan qarindoshlarimizning bu kitobni o'qib chiqishini va yaxshi foydalanishini tavsiya qilaman. Rahmat. Allohga emanet.